Endi yana bir masala koronavirusni qanday davolaydi? Koronavirusi xuddi boshqa virus o'xshash unutqi bir yaxshi bir dorisi chiqmoqmidi. Hozir bu shu koronavirusga yuqumlangan bemorlar agar doktorxona borsa, doktorxonada uningga bir to'g'ri bir diagnoz qo'ya olsa, to'g'ri 100 bo'lmasimi, baldroq bir diagnoz qo'ya olsa, mush bemor haqiqatan koronavirusga yuqumlanibdi. Hozir bendiki bu alomatlar aslida munosib ekan deb o'ylasak, buni qanday davolaydi? Odatda doktorxonada bu xil kasallarning 3 ga bo'ladi. Birincisi bedende kasallik alomati bo'lmagan kishilar, faqat virus tekshirishida pozitiv chiqqan, ya'ni bu bedenda virus bor, ammo hech qanday kasallik yaratmagan bemorlar. Yana bir turkum kishilar bo'lsa, yenik darajada shu kasallik alomatlari bo'lgan kishilar, yana bir uchinchi guruh bo'lsa, og'ir kasallik alomatlari bo'lgan kishilar deb 3 turga bo'ldi. Doktorlar bu kasallarni 3 daraja bo'lgandan keyin birinchi darajadagi kishilarga, ya'ni shu bedende kasallik virusi bor, ammo beden kasallik alomati yaratmagan kishilar uchun ularga deydiki, sen uyga ket, uyda 14 kun aram ol, teshig'i chiqma, boshqa kishilar bilan ko'rishma, qo'lda tutishma degandek narsalarni toplaydi. Bu 14 kun jarayonida sen jiq-jiq suv ichgin, yaxshi aram olgin, uyquni yaxshi qil, ariz teshib chiqma deydi. Tomoqlarni vaqtida ye. Agar shu beden kasal alomati bo'lsa, masalan nafas qisilish, qiziqman bo'lsa, yo bo'lmasa bek qattiq yo'talib ketgan ishlar bo'lsa, andan doktorxonaga kel deydi. Bo'lmasa 14 kun 15 kun ichida asta-asta kasallik alomatlari ketishini saqlaydi. Endi ikkinchi darajadagi kasalliklar, yeni kasallik alomati ya'ni o'rta darajadagi kasallik alomati bo'lgan kishilar uchun qanday davolashni parda desangiz, bu tür bemorlar odat zukam bo'lgandek 37-38 darajalik bir qizitmasi bo'lsa, gil og'risa, biroz yo'tal bo'lsa, balg'am bo'lsa, holsizlik alomatlari bo'lsa, ammo o'kisi zaxm olmagan bo'lsa ham, bu turdagi bemorlarni yoki bo'lmasa doktorxona 2 kun qolib qolgan deydi. Bir ayrim bir yotoqqa o'rlashtirdi, 2 kun qilib, biroz qizitmasini tushirish uchun biroz dorilarni berdi. Beden agar ishta tutilib qolsa, ishdan ochdan biroz dorilarni berdi. Yoki bo'lmasa asmukul urib ichiga bedanni kerak bo'lgan moddalarni urdi. Andan keyin sizni uyga avatadi. Ya'ni uyda qaytadan 14 kun aram e'lon deydi, jiq-jiq suv iching deydi. Agar kasallik alomatlari azalmay eg'ilishib ketsa, qayta keling deydi. Bo'lmasa jiqliq uzun doktorxonada tutib qolmaydi. Chunki doktorxonada tutib qolsa kasallik alomatlari texnik eg'irlab ketishi mumkin. Boshqa atrofdagi eg'ir kasallarga yuqish mumkin. Shuni unda ansiraydi. Shuni yana uyga avatadi. Endi 3-darajadagi bu eg'ir kasallik alomati bo'lgan kishilar uchun qanday qiladi desangiz, bu virusdan keltirib chiqargan eng xatarli kasallik o'pka yollig'i bo'lib, nafas qisilish beklar eg'ir bo'ldi bu tür kishilarda. Bu chaqda bemorni cho'qim doktorxonada yotqizdi, doktorxonada ayrim bir uyda yotqizdi. Hem bu kişilerde ağır nefes qisilish bo'ldi. Bu chaqda havo berdi, havoning ichiga ba'zi dorilarni qo'ydi. Yana shu tomirdan asmukul urib, shu beden kerakli bo'lgan, qizitmani tushirdigan, qandagi shu elektrolit deb qo'yamiz, shu tuzlarni tangshaydigan dorilarni berdi. Ham bunun bilan birga, agar bu kishida so'zli xarakterli kasallik bo'lsa, masalan, qon besimi yo'qolib ketgan bo'lsa, shu vaqtda yomsa shakari, qandagi shakar o'ynab ketgan bo'lsa, ashlarni hammasini tangshish uchun dorilarni berdi. Agar bu bemorga qani to'van bo'lsa, uni qon berdi, yoki bu bemorda boshqa yengil kasallik bor deymiz. Börekda zaiflashish bo'lsa, odatda shu qon dializ deb qo'yamiz. Ashtaq davolashni ko'rayotgan bemorlar bo'lsa, shu doktorxonadan chiqolmaylar, doktorxona kerak davolashlarni hammasini olib bordi. Bu turdagi bemorlar odatda doktorxonada 14 kun, 15 kun, 1 oy ishga qolish mumkin. Ba'zi vaqtda doktorxona qolgandan keyin bu bemorlar texim eg'irlashib qolsa, nafasni faqat ololmay qolsa, o chaqda ICU deb bir bo'lim bor. Faqat eg'ir kasallikni ko'radigan bir bo'lim. Aşağı götkeydi. U yerga kirgandan keyin shu eg'izdan shilang silib, shu sun'iy nafaslantirish usuli bilan aşağıda hayotini davom qildirishga boshlaydi. Lekin u ICU kirib qolgan bemorlar ko'pincha xato bo'ldi hamda %10dan %20 gacha bo'lgan bemorlar odatda aşağıda vafot bo'ldi. Doktorxonada shu bemorlarni 3 darajaga bo'lib davolashni ilib bordi. Hamda bu davolash jarayonida dorilarni nima dorilarni berib desangiz, shu badandagi alomatlarni azaltadigan, badanni rahatlantiradigan dorilarni berdi. Ba'zi virus dorilarni berdi, yo'q, ammo
Taza bir şu biz burun deb o'tgandek, şu virusni o'ldiradigan dorilar keşf bo'lmag'achqa, belki hozirgi dorilarning hammasi faqat sinov darajadagi dorilar. %100 maştorni saqlaydi deb bir natija bo'lib baxmadi. Mayli Amerika bo'lsin, yo Xitoyda bo'lsin, yo bo'lmasa boshqa har qaysi bir davlatda buniki bir yaxshi bir davolash dorisi tepilmadi. Endi videomizning oxirgi qismiga kelib qoldik. Elimizga so'zildik bu to'g'riliq. Koronavirusdan qanday saqlanish lozim? Hozir koronavirusni deb chiqdik. Qanday kishilar qanday ason yuqumdi uni deb chiqdik. Qanday alomat bo'ldi uni deb chiqdik. Qanday dori uni deb chiqdik. Sizni xili bir qo'rqitib qo'ydik. Endi qanday o'zimizni qo'llash kerak. Bu koronavirus odatda havoda 3 soat qoldirdik, atrofdagi jismlarda 3 kungacha qoldirdik. Shunlashqa bu qanday saqlanish bizningki hozirgi mana shu navbatda mana shu hayotimizni qanday yaxshi davom etib berishdagi muhim bir masala bo'lib qoldi. Ham Dunyo sog'liq tashkilotidagi bizga e'lon qilgan shu xalqqa bergan tavsiyasi maskani cho'qim taqing, qo'lingizni 30 sekund yo'q 20 sekund yuvasiz, yarim soat bir yuving, kishilar to'plashga bormang, yutalgan chog'da og'zingizni bundoq eting degandek har xil usullar dedi. Yana kunlik ishlayotgan buyumlarni doim dezinfeksiya qilib turing, masalan tuzli suda yoki spirtlarda dezinfeksiya qilib turing, pokizlab turing dedi. Hamda biz ba'zi kishilar atrofimizda kishilar deydi, yo'q bu virus shunday kichik tursa, oldingi videoda dedingiz, virus nihoyat kichik, bu maskada o'tib ketadi. Kishilar to'plashgan amalimiz yo'q, chunki biz ishlamasa qilmaydi, qo'saq baxmasa qilmaydi. Kunlik buyumlarni har kun toza bo'g'il bo'lmaydi deb har xil narsa deb baqalar bo'ldi. Ammo sizga deb shunday deb qo'yish to'g'ri keldiki, bu ba'zi davlatlar shu degan tadbirlarni noyib baldir og'ashqa, shu 2-oyda 1-oyda tarqalmash tadbirlarni noyib qattiq ijro qilishqa ba'zi davlatlar bor, masalan Yaponiya, Koreya, endi qancha davlatlar bor, işte noyib baldir portladi. Hem nayt baldır kontrol qilib oldi. Xalqlarning hozir o'lish nisbati nayt tushdi degandek. Endi boshqa o'tirasat ba'zilarda hech qanday bir yuqumlagan nimasini olib baxmadik. Ham bu rasmiy yog'amni ham qog'oni biz uqmaymiz. Tövəndə sizlarga bir qancha shu tadbirlarni deb o'tamiz. Bularni yaxshi bir olib boqishinglarni umid qilamiz. Ham biz biroz aniq bo'lsin deb 15 tadbirni yakunlab chiqdik. Sizlarga bir bilib o'qib beray, bularni og'zimdan desam 6 keyin o'qib qoldi ekan. Birinchisi, ro'y kayfiyatini cho'qim yaxshi tuting. Ibodatni vaqtida rahat qiling. Ikkinchisi, oila kishilar bilan birga yashayotgan bo'lsangiz, yoki aloqangiz bo'layotgan bo'lsa, munosabatni yaxshi tuting. Chunki bu orqali sizda ham oilangizning kayfiyati nihoyat yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lsa, insonning badanida bir xushallik hormoni deb bir narsa bor, shuni ishlab chiqardi. Bu orqali badanning immun kuchi kuchli bo'ldi. Bu xushallik hormoni ham keyingi videolar sizlarga vaqtimiz bo'lsa yana tushuntirib o'tamiz. Bu vaqtni emas. Üçüncüsü, qo'lingiz bilan yuzingizni, ko'zingizni, burningizni surmang. Ham qo'limizda barcha mikrop bo'ladida, mush mikrop ko'zdan, quloqdan, burundan kirib ketmasin deymiz. To'rtinchisi, qo'lingizni amal bor 20 sekund yuving, ham yarim soat bir yuvib turing. Yuvib bo'lgandan keyin amal bor tozalik bir qismi toza qog'oz bor-ku. Shuni unda surting. Löngini bachcha ishlatmang bu orliqda. Nima uchun desam, bizda löng ishlatish bir an'anamiz bor. Löng ishlatish aslida yaxshi bir ish, ammo lekin ba'zi viruslar löngida qolib qoldi, löngida uyda boshqa kishilar bo'lsa, bolalar bo'lsa, hammalar o'rtaq ishlatish bo'ladi. Shuningdek, bu bir xil virusning yuqumlanishini shu imkoniyatdan yuqori ko'targan bir ish. Beshinchisi, sirtqi chiqdan zo'r ishing bo'lib qolsa, cho'qim N95 degan maska taqing. Agar bu N95 maskani olamagan bo'lsangiz, bu 3 qavatlik operatsiya maskasi va undan 2 taqing. Bu beklanbek muhim bir ish. Oltinchisi, yanchiqingizga cho'qim bir dezinfeksiya qiladigan bir purkugich yoki dezinfeksiya qiladigan bo'l qog'ozdan birini sevilang yoki bir qapni sevilang. Yo'lda ma'g'an chaqda yarim soat bir soat bir tozalab turing. Yettinchisi bo'lsa, yanchiqingizga bir qism palayda ish kuchini sevilang, chunki optoz chiqsangiz, palay taqab chiqqan va tushgandan keyin palayni silib aql qutash o'ting. 8-si, mayli kim bo'lsin, yaqinimiz bo'lsin yoki bo'lmasa tuqqanimiz bo'lsin,
Mayli kim bo'lsin, qo'l ilishib ko'rishmang, bosh so'qishtirib ko'rishmang, yuz yiqishib ko'rishmang. 9-si sir chiqqanda amallab bir yalam tutmang, qo'lingizni yanchiqqa saplab yuring. 10-si qo'lingizni yarim soat bir yuving, abam dedik uni. Ham bir ish qilishning oldida ham qilishdan keyin qo'lingizni yuving. Masalan, kompyuterda bir ish qilib qolsangiz, qo'lingizni shu taraq kuni bassasiz, yo'qmasa sizning qilayotgan ishingiz shu bir ham tutish bilan munosabatli bo'lsa, cho'qim qo'lingizni yuvishni unutmang. 11-si telefoningizni ham kompyuteringizni yarim soat bir surtib tozalab turing. Chunki bu telefon biz doim ishlatamiz. Telefondan ayrilmaymiz. Hayot shunday bo'lib qoldi. Kompyuterni mo xili jiq ishlatamiz. Masalan, laptop deb qo'yamiz, mana shu tizimiz qo'yib o'ynaymiz kompyuterni. Telefoningizni balki bolangiz ishlatib qolishi mumkin, ayolingiz tutib qolishi mumkin. Ishqilib telefonni pok tuting. 12-si uyda og'iz bo'shlig'ini doim tuzli su bilan chaqab turing. Shaxsiy tozlikka diqqat qiling. 13-si uyda maska cho'qim bo'lsin, palay cho'qim bo'lsin, temperatura o'lchagich cho'qim bo'lsin, dezinfeksiya suyuqlik cho'qim bo'lsin, tozlik qog'oz cho'qim bo'lsin. Bas bir qancha narsa cho'qim uyda bo'lsin. 14-si agar uyingizda shu yuqumlish xavfi bo'lgan kishilar bo'lsa, masalan biz avvalda o'tgan shu yaşanğanlar bir qancha narsani deb o'tdik, bu ashlarni endi qaytib ko'rib baxsin bo'ldi. Agar mushta yuqumlish xavfi bo'lgan kishilar bo'lsa, kunda cho'qim uyda kishilarning temperaturasini atgan oqsham o'lchab turing. Chiqitini o'lchab turing. 15-si uyning ichida qolgan chog'da 14 kun, 15 kun yo'qmasa shu siz turayotgan davlatda sirtqi chiqish cheklangan bo'lsa, qancha vaqt cheklangan bo'lsa, shu oraliqda uyning ichida qolsiz-ku. Shu vaqtda cho'qim uyning havosini almashtirib turing. Ham shundan birga uyning ichida biroz chiniqib bering. Her hareketlerini qilib, bunu to'g'ridan barcha topalaysiz. Bular bizim keyin shu harakat to'g'riliq ba'zi narsalarni ham bahrilanamiz. Shu harakatlarni cho'qim qilib turing. Badaningizning immun kuchini shu qanday yuksaltirib bo'lsa, qanday shu kuchlantirib bo'lsa, shu harakatni qilishga tirishing. Undan boshqa tomoqni yaxshi yeb bering, uyquni yaxshi uxlab bering, ularni deyishni unutib qolibdimi? Lekin ularni cho'qim qilishingiz kerak. Cho'qim uyquga bak-bak diqqat qilishingiz kerak. To'liq kuni 8 soat yoki 9 soat uxlashingiz kerak. Chunki badan yaxshi uyqu bo'lsa, yaxshi orom bo'lsa, tomoqni yaxshi yeysanizlar, badanning immun kuchi nihoyat kuchli bo'ladi. Endi undan sirtib deb qo'ygan ishlar, endi sirtib chiqsam, palay taqib qolsam, sat turarmi, maska taqib qolsam, sat turarmi? Yoki to'liq yanchog'imda oq qog'ozdan chiqarib qo'limni surtdim, sat turarmi, atrofga ningdab qoladi deb unda hargiz o'ylamang. Sizga hozir hayot muhim, atrof kishilarga shundoq. Uyingizdagi sizni sevgan kishilaringizga shundoq, shunga siz o'zingiz bo'lgan tadbirlarni yaxshi eling. Oxirida sizlarga biroz deydan biroz gapim bor. Ammo bu mezgilda sirtqa chiqmang. Gerçi ko'plagan Uyg'urlarimizningki ba'zi davlatda, masalan shaxsan men Turkiyadagi jiq Uyg'urlarimizningki turmush saviyasi ancha yaxshi emas. Sirtqa chiqib xizmat qilmasa, iqtisodni qamdamaydi. Bir kishi ishlamasa, bir oila kishimiz och qoldi. To'g'ri. Ammo mening bergan shaxsiy bir tavsiyam, agar sizniki bankingizda, yaningizda 3-4 oy yetadigan yoki 3 oydan bir pulingiz bo'lsa, shu pulni xarjlab turib, biraz uyda qilib qiling. Chunki agar yana Xudoyim bilsa bu kasallik o'tib ketgandan keyin yana bir yerdan ish chiqib qolar. Yana hayot davom bo'lar. Yana kun ko'ramiz, shunga uyda tutib turing. Agar yo'q chiqmasam bo'lmaydi. Men bir kun pul topmoqcha, mana bir oila och qoldi deb o'ylagan kishilar bo'lib qolsa, chiqqan chaqda cho'qim shu biz amaylagan tadbirlarni cho'qim yaxshi qiling. Maskani cho'qim taqing. Hali kiydak bo'lsa cho'qim kiying. Chiq odat to'plashgan yerlarda yumang. Avtobusga chiqsangiz-mi yoki tramvay mayli nimaga chiqsangiz, odam oz yerda turing. Qo'lingizda u yer bu ham tutmang, qo'lingizda yuz ko'zdan tutmang degandek bir munchishlar bor. Endi shu tadbirlarni yaxshi eling. Agar shu qishimda pul yo'q, o narsa og'udek majolim yo'q, madorim yo'q desangiz, atrof Uyg'urlardan yordam so'rang. Kishilar bor, yordam qiladigan kishilar bor. Masalan, necha kun yoqi ko'rdim bu nimada, to'rlarda. Ba'zi kishilar, ba'zi yaxshi Uyg'urlarimiz chiqibdi, saxovatchi Uyg'urlarimiz mana shu to'rda yordam qilibdi. Yana nima qilibdi? Uyiningki pullarni to'lamaydigan, uyning pulini kechirib qo'yibdi. Suv to'q pullarni to'lamaydigan, ular pulini to'lab beradigan chiqibdi. Ish qilib bizning millat yaxshi kishilar jiq yana. Shunga agar shu lozimli narsani ololmasangiz, atrof Uyg'urlardan yordam so'rang, keyin qaytib o'tasiz pulni. Agar hech kim topolmasa, menga uchur qoldiring. Men sizga yordam qilaman. Chunki bizning xalqimiz
bizim Uyghur milletimiz bir kişi naçar turmuşda qalsa başqalarga qarab turadigan bir milletimiz. Biz bir aq ko'ngil millet. Videonun asılki boş şeyge Dünya Sağlık Teşkilatı'nınki bazı adreslerini koyup koydum. Aşının içinde yine Amerika'nın CDC torbikten bazı torbiketlerinin adresini koyup koydum. Şu yerdə en yeni doğan koronavirüsününki uçurunu kögül buldu. Hem de o torbikete İngiliz ve başka tildeki betlerim var. Eğer koronavirüsteki bazı uçurlarını yaxşı oxumoqchi bo'lsangiz, mana shu torda amal etgan kishilarimiz bor. Men bu keyingi videolarda aytdim, qisqa vaqtning ichida mana shu har kunlik koronavirusniki ahvolini sizlarga mustaq tushuntirib o'tishga tirishaman. Hadi 20 minut, 1 minutlik qilib, mesela dunyodagi ahvol qanday, o'lganlar qanchalik, saqayganlar qanchalik, har qaysi davlatlar, muhim bo'lgan davlatlarniki mana shu koronavirusniki kasal ahvol qanday bo'lib bordi, aslida qisqacha tushuntirib o'tishga tirishaman. Endi so'zlab kelsak, bu virus to'g'riliq mazmunlar ko'pkan. Hem künde yenilen turatudu. Kesinlikle en yeni uçlarını egilip duruş beklenmeyin. Bulup siz turakan devlette şu kesinlikle ahvalini vakti egilip durun. Bu sizinki turmuşunuzga, hayatınızga takışılan bir mesele. Tedbir bizden, takdir Allah'dan da bir gep var. Şuna kıyırlaşa özünüzde yakşı asıranlar. Bu filmdeki paylık yerlerini kullanınlar. Asıraşını özünüzden başlayın, etrafı tarqıtın. En mühimi tensaklık, zorbaylık. Eğer bu mezmun yaxşı görən bolsanız, hem bəhrinib qoyun, bizge a'za bolun, tarqıtıb qoyun, hem pastiki qaldıq belgisini besib qoysanız, bu bizge bolğan en çoğun qollaş bolur. Rəhmət sizlərə.